Samets 5 oylik bo'ldi. 3 kilo 800 eng kam vazni mana shu. Xikol va Kaliforniyadan qanday biznes qilsa bo'ladi? 2 kilo 800 qanchaga sotiladi? Qanchada ko'payadi? Assalomu alaykum quyosh ishqibozlari. Bugun quyonlar haqida gaplashamiz. Quyon boqib biznes qilsa bo'ladimi? Bu qanday qilinadi? Shular haqida gaplashamiz. Asosan Xikol va Kaliforniya haqida gaplashamiz. Xikol va Kaliforniyadan qanday biznes qilsa bo'ladi? Qanchada yetiladi? Qanchaga sotiladi? Qanchada ko'payadi? Shular haqida gaplashamiz. Kelib birinchi vaznni o'lchab olamiz. Bularning yoshi mana bu yerda ham samkalar, bittani samets 5 oylik bo'ldi. Hozir ularning vaznini ko'rsataman. Keyin qancha rasxod qilishini, qancha olib kelishini aytaman. Bu sal kasal, mazasi yo'q, buni quloqda qilish bor. Shuning uchun vazni bunisini kamroq. Eng kam vazni mana shu 95 kilo 800. Xo'p, mana quyonimiz 4,5 oylik samka. Mana samet 3 kilo 800. 5 oylik. Samka bu 4,5 oylik. Bu ham samka 4,5 oylik. Bu ham samka 3 kilo 200. 4,5 oylik. Xo'sh, bu kalif adashmasam bo'g'oz bo'lishi kerak bu. Buni yoshi katta, bu 1 yildan oshdi. Mana bu ham kalif 2 kilo 900. Bu yaqinda tug'di, lekin bolasiga qaramaganligi uchun uni sherigiga o'tkazib qo'ydik. Sherigini ham hozir ko'rsatamiz. Xo'p, mana bu yerda 5 oylik samet уже tayyor bo'lganligi alomati bu. Mana samka ham уже tayyor, mana ko'rganinglardek yiqildimi, demak ish bitdi. Buni aytganda 4,5 oylik xikol, samka va 5 oylik samet qo'shish mumkin. Bu tayyor degani. Lekin bir narsani unutmaslik kerak. Bu 4,5 oylik samka va 5 oylik samet xikolda tayyor yoki kalifda tayyor degani bu qo'shish mumkin degani emas. Uni vazniga ham qarash kerak. Vazniga ham qarash kerak. Samkalar 3 kilo, 3,5 kilo bo'lsa keyin qo'shsa bo'ladi. Sametslar 4 kilo, 4,5 kilo. Meniki hozir 4 kiloga tortmayapti, 200 gram farq qilyapti, lekin buni spesial qildim. Sal kamroq yesin deb ovqatini ham kam beryapman sametsga. Mana u kalif. Hozir yana bitta narsani aytaman. Ovqatiga qanchalik farq qilishini. Mana u ikkalasi, bularning yana bitta sherigi bor. Bularga men boshidan o'zimizning ovqatni berganman. Sinov uchun berganman. Qanday o'sadi, qanday qoladi, ovqatning qanchalik ahamiyati bor, qanchalik farq qiladi degan maqsadda. Ko'rib turganinglardek, hozir vazni katta bo'lgan bo'lsa ham, 1 yosh bo'lsa ham, endi to'ri ozib qoldi, lekin yarim kilo ozgani yo'q bular. 200-300 gram tashagandir. 3,5 kilo edi. Yarim kilo ko'rib turganinglardek yarim kilo farq qilyapti. Mana bu kalif samka. Yaqinda bolalaridan ajratdim. Buni vazni 4 kilogacha edi. Nimaga? Bu boshidan o'zini ovqatini yeb kelyapti. Ya'ni o'ziga mo'ljallangan ovqatni berib kelayotgan edik bunga. Buni olganimda o'sha bu katta narsa edi. Buni men boqqanim yo'q bolaligidan. Qo'limda o'sha katta narsa bo'lib kelgandi. Hozir vaznini ko'ramiz, lekin bu ancha ozib qoldi. Sababi tug'gandan keyin 1 oy o'tdi. Ovqati bor-u, lekin baribir emdirayotgan edi bolasini. Yaqinda ajratdim mana. Hozir vaznini ko'ramiz. Mana qarab turganinglardek, ozgan bo'lsa ham 3,5 kilo bu. 3,5 kilo. Mana u 1 hafta 10 kunlik bolasi bor samka. Ancha ozib qoldi. Hozir buni vaznini ko'ramiz. Mana bularning sherigi bo'ladi. Bularga boshida men o'zini ovqatini berganim yo'q. Xo'p, endi quyondan qanday daromad qilsa bo'ladi? Buning uchun nima qilish kerak? Ikkita asosiy yo'nalishda daromad qilinadi. Quyonni tirik sotib yoki go'shtini sotib.
Katta partiyada go'shtini kimga sotiladi? Men ham hali bilmayman, lekin magazinlarga chiqib so'rasam mumkin. Eshitdim, borib ko'rganim yo'q. Shuni borib ko'rmoqchiman. Men ham hali go'shtiga odam topishim kerak. Agar Samarqandda quyon go'shti oladigan, optim oladigan odamlarni bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Men uchun yordam bo'ladi. Keyin bolasini sotish mumkin, kattasini sotish mumkin. Tirigida ham ikki xil. Yo kattasi, yo bolasi. Bolasi bo'lsa arzonroq ketadi. Sizga vigidniroq nisbatan. Chunki 1 oylik bo'ladi, ajratasiz, 40 kun, 45 kunda ajratasiz, sotuvga qo'yasiz. O'zim OLXda va YouTubedan sotaman. Ular qimmat ketmaydi. Misol uchun kaliflarning tozasini 100 mingdan sotaman. Ba'zi 2025-yilni may oyidagi narxlarni aytyapman. Toza kalif zoti bo'lsa, bu yosh bolasini 45 kunlikdan o'tganini 100 mingdan sotyapman. Xikollarni bilmadim, xikollarni hali endi oldim. Bular go'sht uchun. Bularni hali nima qilish niyatim bor. Bularni ko'paytirish ilinjidaman. 5 ta samka, bitta samets bor. Kaliflardan 4 ta samka, bitta samets bor. Shulardan qancha foyda qilaman bilmayman. Xo'p, kattasini sotsangiz, 2 oyligini sotsangiz yutasiz. 1 oyligida ham yutasiz, kattasini sotsangiz ko'proq sotasiz. Qimmatroqqa sotasiz, to есть. Chunki qiladigan xarajatingiz uncha katta bo'lmaydi, farq qilmaydi. 1 oyligida uni onasiga yem berasiz, qaraysiz, uni katta bo'lishi kerak, o'lmasligi kerak, onasi yaxshi qarashi kerak. 2 oylik уже onasidan ajratganingizdan keyin 10 kun, 15 kunda tajribangiz bo'lsa, u nima emas, qiyinchilik tug'ilmaydi. Ovqatini berasiz, sal qarab turasiz, bo'ldi. Qorni shishib ketmasa bo'ldi. Shunaqa, nimasi kamroq bo'ladi. Yana bittasi, odamlar ko'pincha kattasini so'raydi, tayyorini so'raydi. Samkalarni so'raydi, sametslarni so'raydi, katta tayyor ishlayotganlar. Shularni sotsangiz bo'ladi. Xo'p, mana bu xikollar qancha edi, qancha rasxod qiladi, qancha foyda olib keladi. Shunchaki, men shularni 2 oyligini men 3 oyligini 200 mingdan olganman. 1 oyligini demak men sotaman 70 dan 100 minggacha sotaman. Sredniy. Zoti toza bo'lganligi uchun o'zim javob bera olaman. Shuning uchun shunaqa uverini 100 ming sotaman. 2 oyligini 150 mingdan sotaman. Bularni. Chunki insof ham qilish kerak. Men 3 oyligini 200 mingga olganman. 2 oyligini qarab nima qilganimga 150 mingdan sotaman. Endi oddiy matematika, pessimist bo'lamiz va hisoblab chiqamiz. Bitta quyon, xikollar va kaliflar o'rtacha 6 ta, 8 ta tug'adi. To'g'ri, bundan ko'p tug'adi, 16 ta, 12 ta tug'adi. Lekin men boqayotganda ko'pincha 7 ta, 8 ta tug'adi. 6 ta deb olamiz. Birinchi rasxodi qancha yeydi? 8 kilo yem yeydi 1 oyda. Bitta mana shu quyon 8 kilo yem yeydi. 5500 dan olyapman. Misol uchun mana u bugun qochdi. Bugun birinchi kun deb oladigan bo'lsak, bir oyning birinchi kuni. 1 oyda 44 minglik ovqat yeydi. 8 kilo yem yeydi 1 oyda 5500 dan. 3 oyda dohodga kiramiz, ya'ni 1 oydan keyin tug'adi, 2 oy boqaman, keyin sotaman 150 mingdan. 6 ta bolasi bo'ladigan bo'lsa, 5 tasini qoldi deymiz. Chunki har xil vaziyat bo'lib qoladi. O'lib qolishi bor, boqmasligi bor. Shuning uchun onasini o'zi 44 ming 1 oyda yeydi. 3 oyda 100, 3 oyda 44 mingdan 135 ming yeydi. Endi bollari 2 oy ovqat yeydi. Boshida birinchi 20 kun hech narsa yemaydi. Onasini emib turadi. 20 kundan keyin sal ovqat yeyishni boshlaydi. Shuni hisobini olib 40 kunda 5 kilo hisoblaymiz bitta bolasiga. Bitta bolasiga 40 kunda 5 kilo hisoblaymiz. 5 ta bo'ladigan bo'lsa 200 minglik yeydi. Buni nimasi bilan 335 ming bo'ladi. Общий demak 3 oyda bizda bitta quyon 335 ming 5 ta bolasi bilan rasxod qilar ekan. 3 oydan keyin har bitta bolasi 2 oylik bo'ladi, uni 150 mingdan sotamiz. Kamida 150 mingdan sotamiz. Bu 750 ming bo'ladi. 750 dan endi ayiramiz rasxodini 335 ni. 365 bo'ladimi shunda? Demak bitta quyon 3 oy deganda bizga
Endi siz bitta quyondan qancha daromad qilishingizni hisobini olib, nechta kerakligini o'zingiz aniqlay olasiz. Xo'p, bu turikidan. Endi go'shtni sotsachi. Hozir go'shtni sredni 80 mingdan 100 minggacha sotyapti odamlar. Siz 70 mingdan hisoblaysiz. Bitta quyonni 3 oy boqsangiz 2 kilo 800 3 kiloga yaqinlashib qoladi. 60%ni go'shtga chiqadi, 40% отходga chiqadi uni. Go'shti 1 kilo 680, 1 kilo 700 hisoblaymiz. 1 kilo 700 bo'ladi. U примерно 60% dan ko'proq qoladi. 3-oyga o'tganiga уже 8 kilodan hisoblaymiz bir oyga. 2 oylik bo'lguncha 5 ta, 13 kiloni 5500 ga ko'paytiramiz. 71500 dan endi 1 kilo 700 go'shti 70 mingdan 119 mingdan to'g'ri kelyapti. Bitta quyondan 47 ming foyda qoladi. Qolganini endi o'zingizlar hisoblab o'rasizlar. Oyga nechta sotsanglar, 10 ta sotsanglar 470 ming, 20 ta sotsanglar 20 bitta sotsanglar 1 millionga yaqinlashib qoladi.